Bu yoqda mana ozgina ish qoldi. Bu tandirimizni pastini yopib, ustiga kafilni qilib, navisini qo'yib yuborsak, shu bilan tayyor bo'ladi. Men sizlarga buni tayyorini ko'rsataman. Tayyori qanaqa ko'rinishda bo'ladi. Hali yoqdimi sizlarga? Yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Bu tandir joylarni o'zgartirib, mazza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Qor yomg'irdan umuman qo'rqmaydi bu tandirimiz. O'z bag'riga 22 ta non oladi, 100 tadan shu somsaga olsanglar bo'ladi. Sizlarga pishgan tayyor holda boradi. Yo'llari atidan ochuv bo'ladi bu tandirni. O'tirlar, narsalarni bemalol taxlab qo'ysanglar bo'ladi. Bu tandir osma tandir deyiladi. Bu tandirning narxini bilmoqchi bo'lsanglar, kommentariyada osma tandir deb yozib ketsanglar, sizlarga narxini yozib beramiz. Buni yonida bunaqa bola tandirimiz ham bor. Ona bola bo'lib turibdi tandirlarimizdan ko'rasizmi? Bu tandir gazda ham, o'tinda ham ishlaydi. 70 ta somsa 10 ta non ketadi. O'zini gulli chiroyli kirishkalari, issiq sho'rilari, hamma narsasi bo'ladi. Unisini ham, bunisini ham dastavka xizmati bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Buni narxini bilmoqchi bo'lsanglar, osma tandir deb yozasizlar. Buni narxini bilmoqchi bo'lsanglar, kommentariyada plus belgisini qoldirasizlar. Bu tandirni olsak, qanaqa qilib biz tushirib olamiz deyotgan bo'lsanglar, hech muammosi yo'q. O'zimiz karrlarda olib borib tushirib qo'yib beramiz. Mazza qilib ishlatasizlar. Sizlarga qaysi biri ko'proq yoqdi? Ona tandirmi, bola tandirmi? Kommentariyada nasib qilsin deb yozib keting. Yo unisidan, yo bunisidan nasib qoladi sizga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Pastdagi nomerlarda bo'lamiz. Okay, qachongacha ham ko'chada somsa yeb yurmoqchisiz? Mana shunaqasidan bitta olib bersangiz, yo unisidan, yo bunisidan o'zingiz uyda mazza qilib somsa nonlanasiz. Bu tandirlarimiz sizlarga yoqqanidan juda ham xursandmiz. Bunaqa dastavkalar faqat yeysan, yana deysan qo'lidan keladi. Xudo xolasa, osma tandirlarni xonadonga dastavka qilib olib keldik. Gazda ishlasa, o'tinda ishlasa, 110 ta mayda somsa qilsa bo'lsa, Toshkent yopgan nonidan 10 ta tandir go'sht, tandir steklarini shunaqa nerjavikidan bo'lgan naborda qilsa bo'lsa, joyini o'zgartirib ishlatsa bo'lsa, Toshkent shahar bo'yicha dastavkasi bepul bo'lsa, O'zbekistonning 12 ta viloyatiga shunaqa chiroyli upakovkalarda chiqib ketsa, Tandir narxini bilmoqchi bo'lsanglar, mana shu videoga bitta like bosib, kommentariyada plus belgisini qoldirib olsangiz, sizlarga narxini yozib beramiz.